8. pora. Bismillahirrahmanirrahim. Biz ularga, yani kuffarlarga farishtalarni tushirgan. O'liklarni ular bilan so'zlashtirgan. Biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan. Yani ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan taqdirdimi, Alloh xohlamaguncha ular iymon etmaydi. Lekin ularning to'lisi buni uqmaydi. Shuningdek, yani bu mushriklarni sana dushman qilgandek, insonlar va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga dushman qildik. Ular aldash uchun shirin so'zlar bilan bir-biriga vasvas qiladi. Agar Parvardigoring xolasa, ular bu ishni, yani payg'ambarlarga dushmanlikni qilmaydi. Ularni o'zlari tuzgan hiyla-mikrlar bilan qo'yib bergin. Allah sana ularga qarshi yordam beradi. Oxiratga iymon etmaydiganlarning dillari ularning shirin so'zlariga moyil bo'lsin. Uningdan xursand bo'lsin va ular qilayotgan gunohlarni bularmi qilsin deb vasvasa qiladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh sizlarga ro'shan kitob nozil qilgan tursa, oramizdagi ixtilofni hal qilish uchun Allohdan g'ayri hukm qiluvchini talab qilamdim. Biz kitob ato qilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralarning o'limolari uning, ya'ni Qur'onning Parvardigorining tarafidan nozil qilingan haq kitob ekanligini biladi. Sen hargizmi shak qiluvchilardan bo'lmag'in. Parvardigoringning so'zi nihoyat rostdir, nihoyat to'g'ridir. Uning so'zini o'zgartiradigan hech kishi yo'qdir. Allah bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Ahvolni bilib turg'uchidir. Agar sen yer yuzidagi ko'pchilik kishilar, ya'ni kuffarlarga itoat qilsang, ular seni Allohning yo'lidan ozdiradi. Ular faqat gumong'ila ergashidir. Ular faqat yolg'onni so'zlaydi. Ey Muhammad, sening Parvardigoring o'zining yo'lidan ozganlarni haqiqatan obdan biladi. To'g'ri yo'l topganlarni obdan biladi. Allohning oyatlariga iymon keltirguchi bo'lsanglar, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni yanglar. Zurriyat bo'lmaguncha yeyish harom qilingan narsalarni Alloh sizlarga ochiq bayon qilgan tursa, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni nemish qilmaysizlar? Nurg'un kishilar nafsi xohishiga ergishib, bilmasdan boshqalarni haqiqatan ozdirdi. Shubhisizki, sening Parvardigoring shar'iy dalilsiz halol, harom deb haddidan oshquchilarni obdan biladi. Oshkora va yo'shirin gunohlarni tark etinglar. Shubhisizki, gunoh qiluvchilar o'z qilmishlari tufaylidan oxiratda jazoga tortiladi. Ey mo'minlar, Allohning ismi aytilmay bo'g'izlangan, ya'ni bismillah deb zabihi qilinmagan hayvonlarni yemanglar. Uni yeyish albatta gunohdir. Shubhisizki, shaytonlar o'z do'stlarini, ya'ni mushriklarni sizlar bilan dadalash qilishga vasvas qiladi. Agar ularga itoat qilsanglar, sizlar cho'qim mushrik bo'lib qolasizlar. Aslida o'lik, ya'ni kofir bo'lib, biz uni, ya'ni uning qalbini iymon bilan tirildirgan. Biz uningga kishilar orasida hidoyat tepishga nur bergan bir odam zulmatda, ya'ni kufrining qorong'uligida qolgan va uningdan qutlanmagan bir odam bilan o'xshashmi? Biz uningga kishilar orasida hidoyat tepishga nur bergan bir odam zulmatda, ya'ni kufrining qorong'uligida qolgan va uningdan qutlanmagan bir odam bilan o'xshashmi? Kofirlarga ularning qilmishlari ana shundoq chiroyli ko'rsatildi. Hiyla-mikr ishlatishlari uchun Makkada Qurayshning cho'nglarini bosh gunohkor qilganimizdek, har bir shaharning cho'nglarini bosh gunohkor qildik. Ularning ishlatgan hiyla-mikrlari o'zlariga yanadi. Ya'ni ular shu hiyla-mikrlarning vaboliga qoladi. Ular buni sezmaydi. Ularga Muhammad alayhisalomning rost payg'ambarligini ko'rsatadigan biror mo'jiza kelgan chog'da, ular biz payg'ambarlarga berilgan mo'jiza berilmaguncha
onunğa hergiz işenmeymiz, deydi. Allah payg'ambarlik vazifasini qayaga o'rnatishni, ya'ni kimning uning ahli bo'lganligini obdan biladi. Bu gunohkorlar o'zlari ishlatgan hiyla-mikrlar tufaylidan Allohning dargohida xo'rliqqa va qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah kimni hidoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini islom uchun ochdi. Ya'ni uning qalbini iymonga kengaytib berdi. Allah kimni ozdirmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini shuncha toraytib etadiki, iymon etish uningga go'yo osmonga chiqishdimi qiyin tuyuladi. Iymon etmaganlarni Allah mushundoq azoblaydi. Bu ya'ni islom dini Parvardigoringning to'g'ri yo'lidir. İbret aladigan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsili bayon qildik. Parvardigorining dargohida ularga darussalom, ya'ni jannat bor. Ularning qilgan yaxshi amallari uchun Allah ularga madadkordir. Allah insonlarni, jinlarni hisob uchun to'liq yig'adigan kunni asligin. Bu kunda Allah aytadiki: "Ey jinlar jamoasi, sizlar nurg'un odamlarni ozdirdinglar. Ularning insonlardan bo'lgan do'stlari. Ey Parvardigorimiz, biz bir-birimizdan foydalandik. Biz endi sen belgilagan vaqtga, ya'ni qiyomat kuniga yetdik", deydi. Allah: "Do'zax sizlarning joyinglardir. Sizlar Allohning xohishiga bog'liq holda u yerda mangu qolasizlar", deydi. Şübhisizki senin Parvardigoring hikmet bilan ish qilguchidir. Hammani bilguchidir. Shuningga, ya'ni insonlar bilan jinlarni o'zaro foydalandirganimizga o'xshash, qilmishlari tufaylidan zolimlarning ba'zisiga musallat qilamiz. Ey jinlar va insonlar jamoasi, sizlarga o'z ichinglardan mening oyatlarimni bayon qilib beradigan, bu kuninglardagi uchrashishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmadimi? Ular gunohlarimizni e'tirof qildik, deydi. Ularni dunyo tirikchiligi oldigan. Ular o'zlarining haqiqatan kofir bo'lganliklarini e'tirof qiladi. Bu shuning uchunki Parvardigoring shaharlarning aholisini ularga payg'ambarlar avatib ogohlantirmasdan g'aflatdagi vaqtlarda zulm qilganliklari tufaylidan halok qilgani yo'q. Oxiratda har odamning qilgan amaliga yarasha darajasi bo'ladi. Parvardigoring ularning qilgan ishlaridan g'ofil emas. Parvardigoring xaloyiqdan va ularning ibodatlaridan behojatdir. Rahmat egisidir. Agar u xolisa, sizlarni halok qilib, sizlarni boshqa bir qavmning avlodidan paydo qilgandek, sizlarning o'rninglarga o'zi xohlagan itoatman boshqa bir qavmni qo'ydi. Sizlarga va'da qilingan qiyomat, o'lgandan keyin tirilish qatorliq ishlar cho'qim maydonga keladi. Sizlar qechib qutlanmaysizlar. Ey Muhammad, ularga aytqinki: "Ey qavmim, sizlar kuchinglarning yetishicha ishlanglar. Ya'ni kufringlarda ching turinglar. Menmo cho'qim kuchimning yetishicha ishlayman. Ya'ni menmo o'z davlatimda ching turman. Oxiratda kimning oqibati yaxshi bo'lganligini uzunga qolmay bilasizlar. Zolimlar albatta maqsadiga erishamaydi. Mushriklar Allah yaratgan ekinlardan va chahar paylardan, ya'ni to'ga, kola, qo'ylardan Allah uchun bir hassa, butlar uchun bir hassa ayırıp qo'yib, o'z gunohlaricha, o'z gumonlaricha hech qanday dalilsizlar bu Allah uchundir, bu ma'budlarimiz uchundir deydi. Ma'budlarimiz uchundir dedi. Butlarning nisibasidan Allohnikiga qo'shishga bo'lmaydi. Allohning nisibasidan butlarnikiga qo'shishga bo'ladi. Mushriklar Allohga atagan hassidan butlarga atagan hassiga biror narsa qo'shilib qolsa, uni butlarning hassi ichida qoldiradi va Alloh boy, uning muhtoj emas deydi. Butlarga atagan hassidan Allohga atagan hassiga biror narsa qo'shilib qolsa, uni butlarning hassiga qaytirib ketadi.
ularning qarori nima degan qabih? Mushriklarning sheriklari, ya'ni shaytonlar, mushriklarni halok qilish va ularning dinini qolaymaqonlashtirish uchun ularning nurg'unlarga bolalarini o'tirishni, shuningdek, ya'ni Allohga va butlarga hassa ayirib qo'yishdek taqsimotni shaytonlarga va mushriklarga chiroyli ko'rsatgandek chiroyli ko'rsatdi. Agar Alloh xohlagan bo'lsa-edi, ular bu qabih ishni qilolmaydi. Bu qabih ishni qilmaydi. Ularni Allohga choplagan yolg'onlari bilan billa tark et. Ular o'zlarining gumonicha bu hayvonlar va ekinlar ma'budlarimizga xos bo'lib, boshqalarga haromdir. Ularni faqat biz xohlagan odamlarla yeydi. Bu hayvonlarni minish haromdir. Bu hayvonlarni bo'g'izlaganda Allohning ismini aytishga bo'lmaydi, dedi. Ular Allohga yolg'on chopladi. Alloh ularni yolg'on choplaganliklari uchun jazolaydi. Ular bu hayvonlarning qo'saqlaridagi bolalari bizning er kishilarimizga xosdir. Bizning xotin kishilarimizga haromdir, dedi. Agar tug'ilgan hayvon o'lik bo'lsa, bu er kishilar bilan xotin kishilar orasida o'rtaqdir. Ya'ni uni hammaydan tang yeydi deb halol haromni tayinlashdi. Allohga yolg'on choplaganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Shubhisizki Alloh hikmat bilan ish qiluvchidir, hammani bilguchidir. Hamoqatlik va nodonliklaridan bolalarini o'ltirgan va Alloh nomidan yolg'on aytib, Alloh rizq qilib bergan narsalarni harom bilgan kishilar haqiqatan ziyon tortdi. Ular haqiqatan to'g'ri yo'ldan adashdi, hidoyat topmadi. Alloh bedishlik va bedishsiz bog'larni barpo qildi. Mevalari, donlari, rangi, ta'mi, hajmi va purqi bir-biriga o'xshamaydigan xurma daraxtlarini, ziroatlarni, rangi va shakli bir-biriga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan zaytun va anarni yaratdi. Mevasi pishqanda ulardan yanglar. Mevaning hosulini yiqqan kunda, ya'ni yiqqan vaqtda uning o'chrisini ado qilinglar. Isrof qilmanglar. Alloh haqiqatan isrof qiluvchilarni yoqtirmaydi. Alloh chahar paylarni, ya'ni to'ga, kola, qo'ylarni, yuk ko'taradiganlarni, bo'g'izlanadiganlarni yaratdi. Alloh sizlarga rizq qilib bergan narsalardan yanglar. Shaytonning orqasiga kirmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. Alloh sizlarga yeyish halol qilingan 8 xil chahar payni yaratdi. Qo'ydan 2, qo'shqar va sog'liq. O'shkidan 2, teka va urg'ochi. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, Alloh qo'y bilan o'shkidan 2 erkakni harom qildimi? Yoki 2 tishinimi? Va yoki 2 tishining qo'rsig'idagi qo'zi bilan o'g'loqnimi? Agar sizlar Alloh bularni bizga harom qildi degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, qani, menga bilib aytib beringlar. Alloh sizlarga to'g'dan 2ni, ya'ni erkak bilan tishini, koladan 2ni, ya'ni erkak bilan tishini yaratdi. Mushriklarga aytqinki, Alloh 2 erkakni harom qildimi? Yoki 2 tishinimi? Va yoki 2 tishining qo'rsig'idagi bo'taloq bilan mozaynimi? Yoki Alloh buni sizlarga tavsiya qilgan chaqda sizlar hozirmidinglar? Kishilarni ozdirish uchun bilmay turib Alloh nomidan yolg'on aytgan odamdinmi zolim kishi bormi? Shubhisizki Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Ey Muhammad, Makka kuffarlariga aytqinki, sana vahiy qilingan ahkamlar ichida o'zi o'lib qolgan narsa yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'shqa go'shi, cho'shqa nejiz yemakliklarga odatlanganligi uchun cho'shqa go'shi paskinidir va Allohdan g'ayrining ismi aytilib bo'g'izlangan gunoh moldan g'ayrini har qanday odam uchun harom ko'maymiz. Harom ko'mayman. Kimki ulardan yuqorqi harom qilingan narsalardan noiloj va ixtiyorsiz holda hayotini saqlab qolgudak yesa, hech gunoh bo'lmaydi. Chunki Parvardigoring mag'firat qiluvchidir,
bəndileriga mehribondir. Yahudilarga tom tuyaqlıq, ya'ni tögə qushqa o'xshash och tuyaqlıq bo'lmay, tom tuyaqlıq bo'lgan hayvonlarning hammasini harom qildik. Ularga kala, qo'ylarning dumbisidagi yoki uchaylaridagi yoki so'nkiga chaplishiqliq yog'lardan boshqa yog'larini harom qildik. Bu ularning payg'ambarlarni o'ldirish, jazoni qilish, kishilarning mol-mulkini nahaq yavlish qatorliq zulmlari tufaylidan ularga bergan jazoyimizdir. Biz albatta bergan xabarlarimizda rostchilmiz. Ey Muhammad, agar ular, ya'ni Yahudilar seni inkor qilsa, sen Parvardigoringlar qilmishinglar uchun sizlarni o'ldirib jazolamaganlikdan keng rahmat egisidir. Allohning rahmatiga mag'rur bo'lmanglarki, Allohning azobi gunohkor qavmdan qaytarilmaydi degan. Mushriklar, agar Alloh xolis edi, biz va ota-bobolarimiz sherik keltirmaydik va hech narsani harom qilmaydik deydi. Ulardan burunqi kishilar toki bizning azobimiz nozil bo'lib, azobimizni tetig'anga qadar o'zlarining payg'ambarlarini moshunda, ya'ni mushriklar seni inkor qilgandek inkor qilgan edi. Ularga aytganki, so'zinglarning rostligiga pakitinglar bo'lsa, bizga chiqarib ko'rstinglar. Sizlar faqat gumon qila asoslansizlar. Allohga faqat yolg'onni choplaysizlar. Ey Muhammad, aytqinki, sizlarning pakitinglar bo'lmasa, Allohning aniq pakiti bor. Agar u xolisa hammanglarni albatta hidoyat qiladi. Ey Muhammad, ularga Alloh buni harom qildi deb guvohlik beradigan guvohchilaringlarni chaqirib kelinglar. Degin. Guvohlik beradigan guvohchilaringlarni chaqirib kelinglar degin. Agar ular hozir bo'lib yolg'ondan guvohlik bersa, ularga qo'shilib guvohlik bermagin. Chunki u butunlay yolg'ondir. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va oxiratga ishonmaydiganlarning nafsi xohishlariga ergashmagin. Ular Parvardigoringga sherik keltirdi. Aytqinki, sizlar kelib anglanglar. Alloh harom qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Sizlar Allohga hech narsani sherik keltirmanglar. Ota-onanglarga yaxshilik qilinglar. Nomratlikdan qo'rqib, balanglarni o'ldirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz. Oshkora va yo'shirin yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Allohning amriga xiloflik qilib, nahaq odam o'ldirmanglar. Haqliq ravishda o'ldirish buningdan mustasno. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Yetimning melini toki u balog'atga yetganga qadar uningga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. O'lchamni va tarozini to'g'ri qilinglar. Hech qanday odamni kuchi yetmaydigan ishga taklif qilmaymiz. So'z qilgan, hukm chiqargan yoki guvohlik bergan chaqinglarda odil bo'linglar. Hukm chiqarilgan yoki guvohlik berilgan odam tuqquninglar bo'lgan taqdirdimi, Allohga berilgan ahdiga vafo qilinglar. Ibrat ilishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda meninglar. Noto'g'ri yo'llarga mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi. Allohning amrini tutib, do'zaxdan saqlanishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Ondan ular, ya'ni Isroil avlodi, o'z Parvardigoriga muloqot bo'lganligiga ishonsin deb, yaxshilik qilgan odamga beradigan ne'matimizni mukammallashtirish, Isroil avlodining diniy ishlarida ehtiyojli bo'lgan har bir narsani tafsili bayon qilish, Isroil avlodini hidoyat qilish va ularga rahmat qilish yuzidan Musaga kitob, ya'ni Tavrat ato qildik. Bu biz nozil qilgan Qur'on muborak kitobdir. Allohning rahmatini umid qiluvchilardan bo'lish uchun uningga ergashinglar. Uningga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Mening Qur'on nozil qilishim sizlarning faqat bizdan ilgirki ikki toifaga,
ya'ni Yahudilar bilan Nasaralarga kitob nozil qilingan. Ularning o'qigan kitoblaridan bizning zodil xabarimiz yo'q demasliginlar uchundir. Yoki sizlarning agar bizga kitob nozil qilingan bo'lsa, biz albatta ulardan ortiq hidoyat topgan bo'lardik demasliginlar uchundir. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haqiqatan pokit, hidoyat va rahmat nozil bo'ldi. Allah'ның oyatlarını inkar qilgan va ulardan yüz o'rgan kishidinmi zolim odam bormi? Bizning oyatlarimizdan yüz o'rganlarni ularning yüz o'rganliklari uchun qattiq azob bilan jazolaymiz. Ular faqat o'lim farishtalarining yoki Parvardigoringning quyoshning mag'ribdan chiqishidan iborat ba'zi alomatlarning kelishini kutadi. Parvardigoringning ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Sizlar o'zingizlarga keladigan ishlarni kutinglar. Bizmi albatta kutimiz degin. Dinda bo'lgunchilik qilib turli firqalarga ayrilganlardan sen oda judasan. Ularning ish faqat Allohga xosdir. Ya'ni Allohning boshqarishidir. Keyin ya'ni oxiratda Alloh ularning qilmishlarini o'ziga aytib berdi. Biror yaxshilik qilgan odam 10 hassa ortiq savobga ega bo'ladi. Biror yomonlik qilgan odamga faqat uning yomonligiga baravarla jazo beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, bu mushriklarga aytqinki, Parvardigorim meni to'g'ri yo'lga, ya'ni to'g'ri dinga, botil dinlardan to'g'ri dinga buralgan Ibrohimning diniga boshladi. Ibrohim mushriklardan emas edi. Ey Muhammad, aytqinki, mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamatim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim va toat ibodatlarim olamlarning Parvardigori Alloh uchundir. Allohning sherigi yo'qdir. Men mushuningga, ya'ni yolg'iz Allohga xolis ibodat qilishga buyurildim. Men musulmonlarning avliman. Ey Muhammad, aytqinki, Alloh hamma narsaning Parvardigori tursa, uningdan boshqa Parvardigor talab qilamdiman? Her odam o'zi qilgan gunohga o'zi javobgar. Bir gunohkor odam boshqa odamning gunohiga javobgar emas. Ya'ni bir odamning gunohi bilan boshqa bir odam jazoga tortilmaydi. Keyin Parvardigoringlarning dargohiga qaytsizlar. Sizlar datalash qilishgan haq bilan nohaqni u sizlarga aytib berdi. Alloh sizlarni o'tganki ummatlarning o'rin bosarlari qildi. Allah sizlarni bergan ne'matiga shukr qilsin deb ba'zinglardan bir qancha daraja yuqori qildi. Parvardigoring osiylik qiluvchilardan albatta tez hisob olg'uchidir. Itoat qiluvchilarni albatta mag'firat qiluvchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Sura A'rof. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif, Lam, Mim, Sod. Ey Muhammad, kofirlarni ogohlantirishing uchun, mo'minlarga vaz nasihat qilishing uchun bu kitob, ya'ni Qur'on sana nozil qilindi. Uningdan, ya'ni uni tabliq qilishda qavmingning uni inkor qilishidan ansirab, yuraging siqilmasin. Ey insonlar, sizlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga ergishinglar. Allohni qo'yib, jinlardan va insonlardan bo'lgan sizlarni ozdiradigan do'stlarga ergashmanglar. Sizlar vaz nasihatni oz qabul qilasizlar. Biz nurg'un shahar aholisini halok qildik. Bizning azobimiz ularga kechasi yoki tushligi uxlayotgan chog'larida keldi. Bizning azobimiz kelgan chog'da ularning chekkan faryodi. Biz haqiqatan zolim edik, deyishdanla iborat bo'ldi. Biz albatta payg'ambar avatilgan ummatlardan. Payg'ambarlar tabliq qildimi? Sizlar qanday javob berdinglar deb so'raymiz. Payg'ambarlardanmi? Albatta.
Allah topshirgan vazifani ado qildinglarmi? Allah topshirgan vazifani ado qildinglarmi deb so'raymiz. Qiyomat kuni ularning ahvolini ularga haqiqiy bilish asosida aytib beramiz. Biz ulardan ayrilmagan edik, ya'ni ularning hamma ahvoldan xabardormiz. Bu kunda bandalarning yaxshi yomon amallarining o'lchindiganligi haqdir. Yaxshi amallari ig'ir chiqqanlar nijot topquchilardir. Yaxshi amallari yenik chiqqanlar bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari tufaylidan o'zlariga ziyon sog'uvchilardir. Shubhisizki, sizlarni zaminda yerlashtirdik. Zaminda sizlarga turmush lozimatliklarini paydo qildik. Sizlarga Parvardigoringlarning mushundaq ne'matlari bor turug'liq, uningga nihoyat oz shukr qilasizlar. Shubhisizki, biz sizlarni yaratdik. Ondan sizlarni shaklga kirgizdik. Ondan farishtalarga. Sizlar odamga hurmat bildirish yuzidan sajda qilinglar dedik. İblisdən başqası səcdə qildi. O səcdə qilguvchilardan bo'lmadi. Allah iblisqa: "Seni səcdə qilishga buyurgan chig'imda nemishqa səcdə qilmading?" dedi. İblis: "Men uningdan ortiq, meni o'tdan, uni loydan yaratding" dedi. Allah iblisga aytdi: "Sen bu yerdan, ya'ni jannatdan tushib ket. Bu yerdan o'zingni cho'ng tutishingga bo'lmaydi. Yo'qol. Sen haqiqatan paskashlardinsan." İblis: "Manga kishilar qayta tirildirildigan kunigacha, ya'ni qiyomat kunigacha muhlat bergin" dedi. Allah: "Sana muhlat beriladi" dedi. İblis aytdi: "Sening meni ozdirganligingdan ular, ya'ni Odam alayhissalom va uning avlodiga vasvasa qilish uchun cho'qim sening to'g'ri yo'ling ustida o'ltirman." İblis aytdi: "Sening meni ozdirganligingdan ular, ya'ni Odam alayhissalom va uning avlodiga vasvasa qilish uchun cho'qim sening to'g'ri yo'ling ustida o'ltirman. Ondan ularga cho'qim oldidan, orqasidan, o'ngdan, solidan hujum qilaman. Ularning ko'pchiligining nimatiga shukr qiluvchilar emasligini ko'rsan." Allah aytdi: "Jannatdan ayiblangan va rahmatimdan mahrum qilingan holda chiq. Ularning ichidan sana agashganlarni qo'shib, hammanglar bilan cho'qim jahannamni to'ldirman." Ey odam, sen oyaling bilan ikkinglar billa jannatda turinglar. Jannatning mevalaridan xolig'ininglarcha yanglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Uningga yaqinlashsanglar, zolimlardan bo'lib qolasizlar. Lekin shayton ularning yipiqliq avratlarini echib o'tish uchun ularga vasvasa qildi. Shayton aytdi: "Parvardigoringlarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni manni qilganligi faqat sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir." Shuningdek ularga: "Men cho'qim sizlarga sodiqman" deb qasam ichib berdi. Aldamchilik usullari orqali ularni yuqori martabadan tuvan martabaga tushirdi. Daraxtning mevasini yegandan keyinla ularning avratlari ichilib qoldi. Ular jannatdagi daraxtlarning yaproqlari bilan avratlarini yepishga kirishdi. Ularning Parvardigori ularga qoyib: "Men sizlarga bu daraxtni, ya'ni mevasini yeyishni manni qilmaganmidim? Shubhisizki, shayton sizlarga haqiqatan oshkor dushmandir. Demaganmidim?" deb nido qildi. "Men sizlarga bu daraxtni, ya'ni mevasini yeyishni manni qilmaganmidim? Shubhisizki, shayton sizlarga haqiqatan oshkor dushmandir. Demaganmidim?" deb nido qildi. Ular: "Parvardigorimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lamiz" dedi. Allah aytdi: "Sizlar bir-biringlarga,
ya'ni shayton insonga, inson shaytonga dushman bo'lgan holda tushinglar. Ajlinglar yetganga, ajlinglar putganga qadar yer yuzida tursizlar va uningdan foydalansizlar. Alloh aytdi. Yer yuzida yashaysizlar, yer yuzida o'lisizlar. Qiyomat kuni yana yer ostidan chiqarilasizlar. Ey odam bolalari, sizlarga biz haqiqatan avratinglarni yopadigan libosni va zinnatlanadigan libosni tushirdik. Taqvodorlik libosi eng yaxshidir. Ani shular, ya'ni inson bolalariga satri avrat uchun libos yaratmoq, ularning ibrat ilishi uchun Allah'ның bəndilərə bolğan fəzli mərhəmətini göstərən alamətleridendir. Ey adam balları, şeytan sizlərning ota-onanglarni ozdurub cənnətdən çıxırıb ətkəndək, sizlərni ozdurmusun. Şeytan ularning avratlarini özlərə kösüş üçün kiyimlərini salğızıb ətkən idi. Yəni ularning yalıngaç bo'lib qilishigə şeytan səbəbçi bolğan idi. Şeytan və onun qol ostidagiləri sizlərni görəlaydı. Sizlar ularni ko'rolmaysizlar. Shubhisizki biz shaytonlarni iymon etmaydiganlarning do'sti qildik. Ular, ya'ni mushriklar, biror yomon ishni qilgan chaqlarda ota-bobolarimizning mushunda qilganligini ko'rgan edik. Alloh bizni shunda qilishga buyurgan deydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh bandalarini haqiqatan yomon ishga buyurmaydi. Özleringlar bilmeydiğin narsalarni Allah namıdan yolgan aytamsizlar. Ey Muhammed, aytqin ki, Parvardigorim meni odam bo'lishga buyurdi. Har bir sajda qilganda butunlay Allohga yuzlaninglar. Allohga ixlos bilan ibodat qilinglar. Sizlar Alloh dastlabda paydo qilgan holtinglarda asliga qaytisizlar. Alloh sizlardan bir guruhni hidoyat qildi. Yana bir guruhga gumrohlik tegishlik bo'ldi. Şübhisizki ular Allah'ını qo'yib, şeytanlarni do'st tutgan turug'liq, o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Ey odam bolalari, har namoz vaqtida yoki tavob vaqtida avratinglarni satri qilib turadigan kiyiminglarni kiyinglar. Yanglar, ishchinglar, isrof qilmanglar. Alloh isrof qiluvchilarni haqiqatan yoqtirmaydi. Aytqinki, Alloh bandalar uchun yaratgan liboslarni, shirin, pok rizqlarni kim harom qildi? Kim harom qildi? Aytqinki, ular bu dunyoda mo'minlar uchun yaratilgan, garchi ularga kuffarlar sherik bo'lsa-mu, oxiratda bo'lsa mo'minlarga xosdir. Allohning bir va sheriki yo'q. Allohning bir va sheriki yo'q ekanligini biladigan qavm uchun oyatlarni mushundaq tafsili bayon qilamiz. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Parvardigorim oshkora va yo'shirun yomon ishlarning hammasini, gunohlarni, kishilarga nohaq chiqilishni, Allohning sheriki bo'lishga Alloh hech qanday dalil tushirmagan narsalarni, Allohga sherik keltirishni, o'zinglar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan qalaymaqan so'zlashni harom qildi. Peygamberlerini inkar qilgan her bir ümmetning halak bo'ladigan muayyan vaqti bo'ladi. Halak bo'ladigan vaqt yetganda ular birdammi ilgir keyin bo'lmaydi. Ya'ni darhol halak bo'ladi. Ey odam bolalari, ichinglardan mening oyatlarimni sizlarga bayon qilib beradigan payg'ambarlarim kelganda, taqvodorlik qilgan va amalini tuzatganlarga kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. Bizning oyatlarimizni inkar qilganlar, uningga iymon etishga gadankeşlik qilganlar do'zax ahlidir. Ular hamisha do'zaxda qolsudur. Allohga yolg'on chaplagan yoki uning oyatlarini inkar qilganlardanmi zolim kishi bormi? Ular lavhul mahfuzda yozilgan rizqdan va ajaldan o'z nasibasini ko'rdi. Hatto bizning farishtalarimiz ularning jonlarini elish uchun kelgandimi? Ularga Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlaringlar qayerda deydi. Ular bizdan g'oyib bo'lib ketdi deydi. Ular kafir bo'lganliklariga o'zlarining ziniga guvohlik berdi.
ya'ni kofir bo'lganliklariga iqror qiladi. Allah oyatlarini inkor qilganlarga aytadi: sizlardan ilgari o'tgan jinlardan va insonlardan bo'lgan kofir ummatlar bilan birlikda do'zaxga kiringlar. Har qachon bir ummat do'zaxga kirdigan, u o'zidan ilgariki ummatga uningga agishib gumroh bo'lganligi uchun la'nat o'qiydi. Ularning hammasi do'zaxga kirib bo'lib jamlashganda, ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni agashkuchilar ilgari kirganlarga, ya'ni boshliqlarga qarab: "Ey Parvardigorimiz, bular bizni ozdirgan, ularga 2 hassa do'zax azobi bergin" deydi. Allah: "Hammaga 2 hassa azob beriladi, lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar" deydi. Ularning orasidagi ilgirkilar keyingilarga: "Sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliginglar yo'q. Ya'ni gumrohlikda va azobga tegishlik bo'lishda bir-birimizga o'xshashmiz. Qilmishinglar tufaylidan azobni tetinglar" deydi. Shubhisizki bizning oyatlarimizni inkor qilgan va ularga iymon etishga gadankashlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi. Ya'ni ularning yaxshi amali va duosi qabul bo'lmaydi. Toki to'ga yingnining to'shkidan o'tkicha ular jannatga kirmaydi. Ya'ni ular hargizmi jannatga kirmaydi. Gunohkorlarga mushundoq jazo beramiz. Do'zaxda ularning ostiga soladigan ko'rpisimi o'tdan, ustiga yepinadigan yotqinimi o'tdan bo'ladi. Zalimlarga mushundoq jazo beramiz. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlar kishini faqat kuchi yetadigan ish qila taklif qilamiz. Ana shular ahli jannatdir. Ular jannatda hamisha qoladi. Ularning ko'ngillardagi o'chmanliklarini elib tashladi. Ya'ni jannatga kirganlar orasida o'zaro og'riq adovat bo'lmaydi. Ularning saroylari ostidan jannatning o'stanglari eqib turadi. Ular jimi hamdu sana bizni bu ne'matlarni hosil qilishga yetaklagan Allohga bo'lsin-ki, Alloh bizni yetaklamagan bo'lsa, to'g'ri yo'l topmagan bo'lardik. Parvardigorimizning payg'ambarlari bizga haqni ib keldi deydi. Ularga qilgan amalinglar uchun sizlarga berilgan jannat mana mushu deb nido qilinadi. Ya'ni farishtalar shundoq deb nido qiladi. Ahli do'zaxqa: biz Parvardigorimiz bizga va'da qilgan narsani haq topdik. Sizlarmi Parvardigoringlar va'da qilgan narsani haq topdinglarmi deb to'g'laydi. Ular ha deydi. Shuning bilan bir jakarchi ularning orasida mundaq deb jakarlaydi: zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Zolimlar kishilarni Allohning dog'dam yo'lidan to'sidi. Uning agir bo'lishini tilaydi hamda ular oxiratga ishonmaydi. Ularning orasida bir to'sma bo'ladi. To'smaning ustida Ayrafta ahli jannat va ahli do'zaxni ularning simosidan to'niydigan odamlar, ya'ni ahli Ayraf bo'ladi. Ular ahli jannatga: sizlarga omonlik tilaymiz deb to'g'laydi. Ular jannatga kirmagan, ammo kirish umidida turganlardir. Ularning ko'zlari ahli do'zax tarafga burilganda: ey Parvardigorimiz, bizni zolim qavm bilan birga qilmag'in deydi. Ayrofdagilar, ya'ni yaxshiliklari bilan yomonliklari tang bo'lib qolgan, jannatdimi emas, do'zaxdimi emas kishilar simosidan taniydigan do'zaxiy odamlarga: to'plagan pul mollaringlar va takabburliqinglar sizlarga nimaga asqatdi deb to'laydi. Ayrofdagilar do'zaxiylarga mo'minlarning peqillarini ko'rsatib turib: sizlar Allohning rahmatiga erishamaydi deb qasam qilgan kishilar mushularmi? Mana bularga jannatga kiringlar. Sizlarga kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir deyildi deydi. Ahli do'zax ahli jannatga: suvdan yoki Alloh sizlarga bergan ichadigan narsalardan bizga bir oz
qo'yib bersanglar deb to'laydi. Ahli jannat ularga javoban Alloh ularni kofirlarga harom qilgan deydi. Kofirlar dillarini masxara va o'yinchiq qilib oldi. Ularni dunyo tirikchiligi oldi. Ularning bugungi kunga muloqot bo'lishini unutganliklari va bizning oyatlarimizni inkor qilganliklariga o'xshash biz bugun ularni unutmaymiz. Ya'ni ularni do'zaxda qoldiramiz. Ularga kitob, ya'ni Qur'on berdik. Uni, ya'ni Qur'onning ma'nolarini bilish asosida bayon qildik. Uni iymon etgan qavmga hidoyat va rahmat qildik. Ular, ya'ni kuffarlar faqat o'zlariga va'da qilingan azobning natijasini kutadi. Uning natijasi kelgan kuni, ya'ni qiyomat kuni, ilgari kitobga amal qilmaganlar. Parvardigorimizning elchilari haqiqatni ep kelgan edi. Biz ularga iymon etmadik. Bugun bizga shafaat qiladigan shafaatchilar bormidi? Yoki gunoh qilishdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytarilishimizga bo'lamdigandi deydi. Ular o'zlariga ziyon soldi. Ularning Allohning sheriklari deb iftiro qilgan ma'butlari ularning ko'zdan g'oyib bo'ldi. Shubhisizki, Parvardigoringlar Alloh osmonlarni va zaminni 6 kunda, ya'ni 6 davrda yaratdi. Ondan o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda arish ustida qaror oldi. Alloh kechining qorong'uligi bilan kunduzni yopdi. Kechi bilan kunduz bir-birini qo'g'lishidi. Ya'ni davomliq o'rin olmishib turdi. Alloh quyosh, oy va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundirilguchi qilib yaratdi. Yaratish va amr qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish rostilla Allohning ilkididir. Olamlarning Parvardigori Allohning darajasi kattadir. Parvardigoringlarga tövənçilik bilan yoshurun duo qilinglar. Duo qilganda kas kammas so'zlab, to'lab, hadidan oshirayotganlarni Alloh yoqtirmaydi. Duo qilganda kas kammas so'zlab, to'lab, hadidan oshirayotganlarni Alloh yoqtirmaydi. Alloh payg'ambarlarni avatib, yer yuzini tuzgandan keyin yer yuzida buzuqchilik qilmanglar. Allohning azobidan qo'rqqan va rahmatini umid qilgan holda duo qilinglar. Shubhisizki, Allohning rahmati yaxshilik qiluvchilarga yaqindir. Allohning rahmati, ya'ni yomg'ir maydonga kelish oldida Alloh bishoratchi qilib shamollarni avatadi. Shamollar ig'ir bulutlarni ko'targan chog'da ularni o'lik, ya'ni qog'jirab ketgan giyohsiz joylarga surimiz. Uningdan yomg'ir yog'dirib, turlik meyvelarni chiqaramiz. İbret ilishinglar uchun zamindan meyvelarni chiqargandek, qiyomatda o'liklarni qabrlardan chiqaramiz. Munbat yerning giyosi Allohning izni bilan to'liq unidi. Bu vaz nasihatga quloq silib, uningdan foydalanadigan mo'minning misolidir. Nachar yerning giyohi oz o'sidi. Bu vaz nasihatdan foydalanmaydigan kofirning misolidir. Shukr qiladigan qavm uchun oyatlarimizni mushundaq shakllarda bayon qilamiz. Shak shubhisizki, Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib avatdik. O, ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobiga kelishinglardan qo'rqaman dedi. Qavmning cho'nglari biz seni haqiqatan ro'shan gumrohlikda ko'ramiz dedi. Nuh aytdi. Ey qavmim, men qilchimu gumroh emasman, lekin men olamlarning Parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga Parvardigorimning elchiligini yetkazaman. Sizlarga nasihat qilaman. Men Allohning vahiy qilishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Sizlarni ogohlantirish uchun, kufridan saqlanishinglar va Allohning rahmatiga erishishinglar uchun sizlarga oranglardagi bir kishi orqali Parvardigoringlarning vahiysi kelishidan ajablanmamsizlar? Ular Nuhni inkor qildi.
Nuhni uning bilan kemida birga bo'lganlarni qutqizdik. Oyatlarimizni inkor qilganlarni butunlay suvga g'arq qildik. Shubhisizki, ular haqni ko'rishdan dillari ko'r qavm edi. Ot qavmiga ularning qarindishi Hudni avatdik. Hud: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Uning azobidan qo'rqmamsizlar?" dedi. Uning qavmining iymon etmagan cho'nglari: "Biz seni haqiqatan ahmaq hisoblaymiz. Biz seni albatta payg'ambarlik da'voyingda yolg'onchilardan deb gumon qilamiz", dedi. Hud aytdi: "Ey qavmim, men ahmaq emasman, lekin men olamlarning parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga parvardigorimning elchiligini yetkazaman. Men sizlarga ishonchlik nasihatchiman. Parvardigoringlarning vahiysi sizlarni ogohlantirish uchun o'z ichinglardagi bir kishi orqali kelganligidan ajablanamsizlar?" O'z vaqtida Nuhning qavmi halok bo'lgandan keyin Allohning sizlarni ularning o'rin bosalari qilganligini, vujudinglarni qomatlik, bastlik qilganligini yod etinglar. Sizlar baxtga erishishinglar uchun Allohning ne'matlarini yod etinglar. Ular: "Ey Hud, ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan ma'budlarni tashlab, yolg'iz bir Allohga ibodat qilishimizga da'vat qilg'ili keldingmi? Agar rost so'zlug'ichilardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirgin", dedi. Hud: "Sizlarga cho'qim Parvardigoringlarning azobi va g'azabi nozil bo'ladi. Sizlar o'zinglar va ota-bovanglar ot qo'yib olgan bu haqda ularga ibodat qilishga Alloh hech qanday dalil nozil qilmagan butlarning ismlari ustida men bilan munozirlashamsizlar? Allohning azobini kutinglar. Menmi haqiqatan sizlar bilan birlikda sizlarga nozil bo'ladigan azobni kutaman", dedi. Biz Hudni va uning bilan birga bo'luvchilarni, ya'ni mo'minlarni rahmatimiz bilan qutqizdik. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni tal-to'kis halok qildik. Ular iymon etmagan edi. Samudga ularning qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdik. O: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlarga haqiqatan Parvardigoringlar tarafidan mening payg'ambarligimni isbotlaydigan ro'shan mo'jiza keldi. Mana bu Alloh bevosita yaratgan kishi to'gimi sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning ziminiga qo'yitinglar. Ixtiyori o'tusin. Uningga ziyon zahmat yetkazmanglar. Bo'lmasa sizlarni qattiq azob halok qiladi. Yod etinglarki, o'z vaqtida Alloh sizlarni ot qavmidan keyin ularning o'rin bosalari qildi. Sizlarni Hijr ziminiga o'rinlashtirdi. Uning tuzdangliklariga imoratlar soldinglar. Tog'larni teshib uylar yasadinglar. Allohning ne'matlarini yod etinglar. Ziminda buzg'unchilik qilmanglar, dedi. Uning qavmining takabbur cho'nglari bo'zaq qilinganlarga, ya'ni ularning ichidagi mo'minlarga: "Sizlar Solihni uning Parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambar deb bilamsizlar?" dedi. Ular: "Biz uning payg'ambarligiga albatta ishonamiz", dedi. Heliqi takabburlar: "Sizlar ishonganga biz hargiz ishonmaymiz", dedi. Ular kishi to'gini bo'g'izladi. Parvardigorining amrini tutishdan bosh tortdi va: "Ey Solih, rostilla payg'ambarlardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirib boq", dedi. Ularga qattiq zilzala yuzlandida, ular o'ydirda o'tirgan peti qetib qoldi. Ular halok bo'lgandan keyin ularga orqasini qildi va: "Ey qavmim, sizlarga haqiqatan Parvardigorimning elchiligini yetkazdim. Sizlarga nasihat qildim, lekin sizlar nasihat qiluvchilarni yoqtirmadinglar", dedi. Lutni ahli Sadumga payg'ambar qilib avatdik. O'z vaqtida u o'z qavmiga ularni ayblash yuzidan mundoq degan edi: "Sizlar shunda qabih ishni qilamsizlar?
Munda qabih ishni sizlardan ilgari jahon ahlidan hech qanday odam qilmagan edi. Sizlar haqiqatan ayollarni tashlab qo'yib, erlar bilan jinsiy talponlarni qondirsizlar. Sizlar haqiqatan haddidan oshquchi qavmsizlar. Lutning qavmining birdan-bir javobi Lutni uning agash kuchlari bilan qo'shib, shahringlardan chiqarib etinglar, chunki ular pok kishilardir, deyishdan iborat bo'ldi. Lutni uning xotindan boshqa tava kishilari bilan billa uning qavmiga nozil bo'lgan azobdan qutqizdi. Faqat xotinlar shaharda qilib halok bo'lg'uchilardan bo'ldi. Ularga bir turlik yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdi. Gunohkorlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Madyan xalqiga ularning qarindishi shu ayibni payg'ambar qilib avatdi. U o'z qavmiga aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlarga Parvardigoringlardan haqiqatan mening rostligimni isbotlaydigan mo'jiza keldi. O'lchamni va tarozini to'g'rilanglar. Kishilarning nazrini kam bermanglar." Allah payg'ambarlarni avatib, zaminni tuzgandan keyin zaminda gunohkor qilib buzg'unchilik qilmanglar. Agar mo'min bo'lsanglar, ana shu sizlar uchun yaxshidir. Sizlar Allohga iymon etganlarni qo'rqitgan, Allohning yo'ldan to'sgan va u yo'lning agirligini tilagan holda yo'llarda o'tirmanglar. Aslida sizlar oz edinglar. Allohning sizlarning soninglarni ko'paytganligini yod etinglar. Buzuqchilik qiluvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. Agar sizlardan bir guruh odam mening payg'ambarligimga ishongan, yana bir guruh odam ishonmagan bo'lsa, Alloh bizning oramizda hukm chiqarg'uchi, sabr qilib turinglar. Alloh hukm chiqarg'uchilarning eng yaxshisidir.